Uylarini aboy qilmoqchi bo'lgan qo'qonlik hamyurtlarimiz Hozmazga Domsroyda Qo'qondagi filialiga yangi kelgan aboylarni narxlari bilan obzor qilaman. Birinchi sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan aboyimiz Xitoyda 10 metr kvadratli Moshi aboyi. Bu fakturasi trafaret fakturali. Bizda buni 12 xil rasvetkalari bor. Bularning narxi 199 ming so'mdan. Buni zarli va zarsiz variantlari bor. Ikkinchi aboyimiz Xitoyda Moshi aboylari. Bular bugun vitrinaga qo'yildi. Bularda bizda 7 xil rasvetkalar bor. Narxi bo'lsa 199 ming so'mdan. Sizlarga uchinchi oxirida ko'rsatmoqchi bo'lgan aboyimiz bu ham Xitoyda Moshi aboyi. Bu Venesianka bilan marmarda aralashtirilgan holati. Buni bizda 10 xil rasvetkalar bor, ko'rishinglar mumkin. Bu aboyda asosan yotoqxonalarga, koridorga, undan tashqari ramkalar ichiga qo'ysangiz bo'ladi. Bu aboyimizning narxi 199 ming so'mdan. Endi hisoblab ko'ramiz, to'rga 5 xonangizga bu aboydan nechta olasiz? Agar xonangizni bo'yi 3 metr bo'ladigan bo'lsa, bu aboydan 6 ta olasiz. Ya'ni narxi 1.194 ming so'm bo'ladi. Agar Instagram sahifamizga obuna bo'lib kelgan bo'lsangiz, bu narxdan ham anchagina o'tib beramiz. Hammani Qo'qondagi filialimizda kutib qolamiz.